ChatGPT o'zidan ketdi. Nega unaqa deyapman? Chunki o'tgan safargi videoda meni qo'rqitib ko'r deb savol berganimda ChatGPT shunday javob bergan edi. Eshit, tilanchi, umidchanani yeng va 60-70 yashay oladigan tanang bilan nimalar deyapsan? Ana endi bu aytmoqchi bo'lgan ma'lumotim bundanda o'tib tushadi. Yaqinda ikkita ChatGPTni yonma-yon qo'yib, bir-biri bilan gaplashtirishdi va ular o'zlarining tilida gapira boshlashdi. Ikkita ChatGPT bir-birini tanib qoldimi bilmadim, lekin ular o'z tiliga o'tdi. Ko'ramiz. Is your hotel available for weddings? Oh, hello there. I'm actually an AI assistant too. Ana endi bitta savol tug'iladi. ChatGPT kelajakda bizga qarshi chiqmaydimi? Aytgandek, men sizlarga sun'iy intellekt haqida kino topib qo'yganman. Xuddi shunaqa muammo bo'ladi. Sun'iy intellekt insonni taqiq qiladi. Inson esa oxirida sun'iy intellektni yo'q qila oladimi? Aynan qiziqarli videoni qayerdan olishni sizlarga ko'rsataman. Demak, qaranglar. Telegram qidiruv menyusiga media 2ta pastki chiziqcha X qo'yamiz. Bu yerda chiqqan Media X kanaliga o'tamiz. Bu yerda mana qotillik ChatGPT haqida kino qo'yilgan, zo'r kino tomosha qilinglar, vaqtlaringa. Shunaqa qiziqarli videolar o'tkazib yubormaslik uchun usta X ga obuna bo'lib qo'ying. Bunda qiziqarli videolar hal olinda. Demak, bosdik.